Sen allaqachon shahrimizning eng yuqori ball olgan o'quvchisi bo'lgansan. Bu yerga qachon keldingiz? Jansi, tabriklayman. 3 yillik mehnatingiz bugungi natijaga olib keldi. Juda quvonarli. Rahmat sizga. Arzimaydi. Bunday turmang, hozir sizga stul beraman. Sizni ham tabriklayman, janob Jan. Shunday ajoyib o'g'lingiz bor ekan, kelajakdagi hayotingiz ta'minlangan bo'ladi. Shunday ekan, yana bir bor tilayman. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Lekin meni kelajakdagi hayotim unga bog'liq emas. Janob Jan, siz o'zingizni ko'rsatishni xohlaysiz. O'g'lingizning yutuqlari esa sizdan ancha ustun. Shunday ajoyib o'g'lingiz bo'lsa, siz u uchun xursand bo'lishingiz kerak. Bu yerda faqat o'z mavqeingizni saqlashga urinish to'g'ri bo'lmaydi. Ha. Otang nafaqaga chiqqandan keyin hamma umid sendan bo'lar ekanda. Menga ishonsangiz bo'ladi, dadajon. Ustoz Lin, sizga ham katta rahmat. 3 yil davomida o'g'lim Jansiga bilim berdingiz. Bu yilgi imtihon savollari juda qiyin bo'lgan. Lekin shunga qaramay, Jansi shahrimizning eng yuqori ball olgan o'quvchisi bo'ldi. Shuning uchun maktabimiz uni shon-shuhratiga alohida bayram uyushtirmoqchi bo'lyapti. Shon-shuhrat bayrami? Bu shunchalik kerakmi? Janob Jan, ochiqchasiga aytishga ijozat bering. O'zingizni uyingizni, yashash sharoitingizni, ustingizdagi kiyimingizni bir ko'ring. Bu shon-shuhrat o'g'lingizni yutuqlari bilan sizni hech qanday aloqangiz yo'qligini ko'rsatadi. Bolani yutug'i uni o'z mehnati va maktabni qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq. Sizni esa bu jarayonga hech qanday hissangiz bo'lmagan. Meni tushundingizmi? Yo'q, meni mehnat qilmaganimni siz qayerdan bilasiz? Qani, ayting-chi, siz nima qilgansiz? Ha, aytchi o'g'lim, men nima qilganman? Siz har oy menga 2000 yuan kundalik xarajatlarim uchun berardingiz va o'zimga ovqat qildirardingiz. Har oy 2000 kundalik xarajat uchun yana ovqat ham qilish kerakmi u? Nima, mumkin emasmi? Bilasizmi, universitet imtihoni oldidan ota-onalar farzandlariga qanday g'amxo'rlik qilishini, faqat o'qish bilan cheklamay, hatto ovqatni ham bolalarga yedirib qo'yishga harakat qilishadi. Ular allaqachon kap-katta-ku, ovqatni yedirib qo'yish bu mantiqsizlik. Yaxshi, bu safargi birinchi o'rin ziyofatini men tashkillashtiraman. Maktabning barcha xodimlariga va Jang oilasiga xabar berdim. Shuningdek, bu sizga obro' qo'shadi albatta. Men endi ketdim. Uch kundan so'ng Bugun yaxshi kun, ko'nglingizdagi barcha orzular ro'yobga chiqadi. Bugun ertalabki ishlarni tugatdim. Endi o'g'limning g'oliblik sahna chiqishini tomosha qilishga boraman. Jennerson. Hoy, amaki. Mana buni oling, sotasiz. Men axlat yig'mayman. Kiyinishingizga bir qarang, axlat yig'masmish. Yo'q, yig'mayman. Men shunchaki oddiy odamman, faqat qog'oz yig'aman. Bugun esa umuman bunday ish qilgani chiqmadim. Voy, Jan aka. Sen nega haligacha axlat yig'ib yuribsan? Mashinamning ichida juda ko'p qutilar bor. Shularni ham o'zing bilan ol, ha? Bo'pti. Xo'p, unda birinchi mashinamni chetga olay. Dadajon, buni qarang, shuni mashina deyapti. Chetga olarmish. Shuncha yillardan keyin ham seni hali ham o'sha darajadasan deb o'ylamagandim. Hech qanday yangilik yo'q. Qarigacha 3 oyoqli arabada axlat yig'yapsanmi? Umuman o'zgarmabsan-ku. Nahotki shuncha yildan keyin meni hali ham o'zing bilan solishtiryapsan? Nima? Dayvan, men hech qachon sen bilan o'zimni solishtirmaganman. Chunki sen bunga loyiq emassan. O'sha paytlarda men Toyota'dan boshladim. Keyinchalik esa Mercedesga o'tdim. Bularning hammasi menda asta-sekin mehnat bilan amalga oshgan. Men esa sen bilan solishtirganda ancha yaxshiroqman. Shu narsalarni sen bilan solishtirishni yaxshi ko'raman. Bu mashina Mercedes Gley 7 milliondan oshiq turadi. Eng yuqori konfiguratsiyali. Naqdga olganman. Tushunyapsanmi? Butun umring davomida shunaqa mashinaga o'tirganmisan? Uyimda ikkita yuqori darajadagi Mercedes turibdi. Nimalar deyapsan? Sen har kuni chiqib yig'adigan odamsan. Butun hayoting davomida bundan boshqa ish qilmagansan axir. Onang seni shunday tuqqan. Sal og'zingga qarab gapir. Har gapda onani tilga olma. Men o'g'limni ko'rgani ketdim. Shoshma. Sen bu turishingda qanday qilib yaxshi o'g'il tarbiyalagansan bilmayman. Men o'g'lingni eshitdim, yuqori balo olibdi. Men senga aytib qo'yay, hozirgi jamiyatda eng asosiysi tanish bilish, bilasanmi shuni? Masalan, meni qizim yaqinda davlatimizdagi
eng yuqori mukofotni qo'lga kiritadi. Uni Dahua Jiguan guruh qo'llab-quvvatlaydi. Seni o'g'ling Tianjinga kira oladi deb o'ylama. Agar bu hayotda tanish bilishing bo'lmasa, hech narsa qila olmaysan. Dahua Jiguan? Ha, Dahua Jiguan mamlakatdagi eng nufuzli moliya tashkiloti. U yerda hatto amaliyotchilar maoshi ham 10,000 yuan atrofida bo'ladi. Tushundingmi? Unaqada bizning o'g'limiz Jansi bilan ham aloqasi bor ekan. U seni amakivachchang emasmidi? Sen meni amakivachchamni taniysanmi hali? Ha? Unday bo'lsa sen men bilan qanday munosabat qilishni bilib ol. Unda men sen bilan qanday munosabat qilishim kerak? Sen oldingda tiz cho'kib salom beraymi? Tiz cho'kishing shart emas. Davlatimiz qoidalariga ko'ra, rekordlar kitobiga eng yuqori ball olgan talabaning ismi yoziladi. Men o'sha kitobga Jansi emas, qizim Jang Vinhuanning ismi yozilishini xohlayman. U Dahua guruhda amaliyot o'tayotgani shuning uchunmi? Bu yetarli emasmi? Yo'q, yetarli emas. Jin ursin. Dada, bu odam menga umuman yoqmadi. O'zi bir kambag'al odam bo'lsa, shuncha safsata gaplarni gapirdi. Bu yaramasni men hali tiz cho'ktiraman. Uni o'g'li Jangsi qanday qilib birinchi bo'ldi ekan, ha? Sen hali qarab tur. Salom, xush kelibsiz. Marhamat, kiring. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Marhamat. Marhamat. Salom, yaxshimisiz? Kelganingizdan juda minnatdorman. Marhamat, kiringlar. Salom, xush kelibsiz. Marhamat. Hoy, qayerga? Bu yerga har kim ham kiritilavermaydi. Ha, sen adashding. Men ziyofatga keldim. Nima? Sizmi? Qani, jo'nang bu yerdan. Men rostdan ham ziyofatga keldim. Ana undan so'ng. Marhamat, kiravering. Xush kelibsiz. Marhamat. U meni o'g'lim. Navbatchi, ha, u meni dadam. Ana, eshitdingmi? Nima? Ha, u meni dadam. Bu axlat yig'uvchi odam seni dadangmi? Dadasi. Axlat yig'uvchi ekan. Voy do'stim Jansi, u haqiqatdan ham seni dadangmi? Sen deydi. hazillashyapsanmi? Juda kulgili. Juda kulgili, ha? Janob Jo'lov. Janob Lov, Janob. bu yerda chiqindilarni yig'adigan odam nima qilyapti? Uni chiqarib yuboring. Janob Lov, bilasizmi? Bu oddiy chiqindi yig'adigan odam emas. Men sizga aytsam, bu odam butun Sixay shahri atrofida eng mashhur odam ekan. Ey, U Masqi. Jansining otasi. Seni otangmi? Uni kiyinishiga bir qaranglar. Ha, u rostdan ham meni otam, janob. Jansi, sen hozir birinchi o'rin ziyofatidasan, lekin men hozir sen bilan gaplashib olishim kerak. Bugun qanday tadbir bo'layotganini bilasanmi? Bu yerga otang kelibdi. Shunday ekan sen ham kiyimingni biroz o'zgartirishing kerak edi. Kechirasiz. Va sen ham shu kiyiming bilan butun yo'lakda kambag'al odamdek ko'rinyapsan. Seni o'g'ling Jansi kelajaging yulduzi. Shunday ekan, bugun biroz yaxshi kiyinishing kerak edi. Nima bu ahvol? Meni gapim to'g'rimi? Ha. Siz to'g'ri aytasiz. Bugun shuncha odam bo'lishini men bilmagandim. Bilganimda uyimizdagi kostyumni kiyib kelardim. Bu kiyimlaring bilan kambag'al odamdek ko'rinyapsan axir. Lekin kostyum kiyganing bilan mavqeing o'zgarib qolmaydi. Uyalma bo'ldi. Kelding. Endi ichkariga kirib, bu burchakda o'tirib suhbatlashaylik. Marhamat, kiravering, janob. Marhamat. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Yuringlar. Yura qol. Juda chiroyli o'tyapti. Juda yoqmagan. Jang Dayuan? Hozir. Mayli. Bugun sizni o'g'lingizni ziyofati-ku. Uyingizda hatto yaxshi kiyim ham topilmadimi? Liloshi. Menga kichik ziyofat bo'ladi deb aytgandingiz-ku. Hammamiz birga shunchaki ovqatlanamiz degandingiz. Nimaga bunchalik tantanali bo'lib ketdi? Janob Jo bizni chempion haqida eshitib ziyofatga homiylik qildi. Tantanali nishonlashni uni o'zi taklif qildi. Janob Jo Dada, Sixay haligi- shahrining yetakchi tadbirkori. Mehmonlarni doimo yaxshi kutadi. Biz esa uni xafa qilmasligimiz kerak. Agar u Jansini yoqtirib qolsa, hatto bir ikki og'iz maslahat bersa ham katta ahamiyatga ega. Bizga umuman yordam kerak emas.
Rahmat. Marhamat, qani o'tiringlar. Hoy, ana u axlat yig'uvchi odam kim ekan-a? Eshitishimcha, u Jangning otasi ekan. G'olibimiz Jansi rostdan ham omadsiz ekanda. Bechorani shunaqa otasi bor ekan. Kambag'al oiladan ziyoli yoki muvaffaqiyatli farzand chiqishi qiyin deyishadi. Bechora Jansi shuncha harakat qilib chempion bo'ldi, lekin otasi sharmanda qilyapti. Dada, shularni yemang, iltimos. Meni qornim och. Bu ovqatlar yeyish uchun qo'yilgan-ku axir. Xo'p, borib o'tiraylik. Iltimos, men bilan yuring. O'zi boshlig'imiz oddiy odam emasmi? Endi bular xohlagan joyiga o'tiraveradi-da. Hurmatli mehmonlar, tanishing, bu kishi Jansining otasi. Otasi? Bu odam uni otasimi? Unda odob axloqi yo'q ekan. Jan Daywan, siz Jansining otasiz. Shunday ekan, hech bo'lmaganda odobni hisobga olishingiz kerak. Shu kiyimda kelganingiz, rostini aytsam, uyat. Agar men sizning o'rningizda bo'lganimda, yer yorilib, yerga kirib ketgan bo'lardim. Bu meni o'g'limni bayrami. Nega men bu yerda o'tira olmayman? Janobjon, bugun meni bayramim. To'g'ri, otamning kiyimi boshqalarnikidan farq qiladi, ammo u meni otam. Jansi, menga nima qilishni o'rgatib ishimga aralashma. Sen hali yoshsan, faqat birinchi o'rinni olding xolos, lekin hammasi senga oson bo'lib ketadi deb o'ylama. Sen kelajakda baribir menga tayanishga majbur bo'lasan. Senda qanday tanish bilish bor o'zi? Eshitib ol, bu dunyoda kelajakda hamma narsani tanish bilish hal qiladi. Qara, bu Mercedes. Kelajakda qiladigan ishlaring juda ko'p. Ularni baribir men hal qilaman, tushundingmi? Jangsi, kelajaging hali oldinda. Otangga ergashib, adashib qolma. Aslida otangning qobiliyati yo'q. Yana qaytarib aytaman. Bu yerga juda muhim katta odam keladi va u seni yoningda o'tiradi. Seni otangning kambag'al holatini unga ko'rsatmoqchimisan? Ha, bolang haqida bir o'ylab ko'r. Uni kelajagi uchun. To'g'ri, bizni janob Jang hozir to'rt dengizga tanilgan tadbirkor. Eshitishimcha, bugun ham bir katta odam keladi. Bolani sharmanda bo'lishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Kechasi yo'q, o'zingga olma. Muhtaram mehmonlar. Bugun bizning Sixay shahridan Mayli, o'tirib. yangi birinchi darajali talaba chiqdi. Qo'ying. Biz Sixay tadbirkorlar ittifoqi ushbu bayram tadbiriga homiylik qilamiz va umid qilamizki, kelajakda Sixay shahridan yana ko'p birinchi darajali talabalar yetishib chiqadi. Shuningdek, bugungi tadbirimizda hurmatli mehmon ham bor. Hammangiz uni iliq kutib oling. Marhamat. Axir bu Dahvo guruh rahbari Qo'yeku. 5 ta yirik moliya instituti egasi. Voy, u juda chiroyli ekan. Qo'y xonim. Xush kelibsiz bu tomonga. Jan Daywan, sen nimaga kavshanib o'tiribsan? Direktor Qo'y keldi, nega o'rningdan turmayapsan? O'ldiraman seni. Hammani og'zidagi o'sha katta odam sizmisiz? Voy tarbiyasiz. Janob Jang, men sizni oldingizda qanday katta odam bo'lishim mumkin?